Cherry Tiggo 7 Pro'da salonida turibmiz. Xudo xolasa hamma niyat qilganlarga bundan ham zo'rlari nasib qilsin. Siz harakatdan to'xtamay, Allohga oson. Saloni bilan tanishib o'tamiz. Multi rul, kojinli rul, multi knopkalari ko'rib turibsizlar. Bu yoqda mana robot korobka, avto hold, bu yoqda elektronniy ruchnik hamda besprovodnoylarga mana telefonlar qo'yishga besprovodnoylar bor. Iqlim nazoratiga bu yoqda knopkalari hamda multimedia boshqaruvi hamda avariyniy knopka. Merslarnikiga o'xshagan o'zini ixcham monitorlari bor. Bu yog'imizdan mana kichkina displeyli tablo degan, xudo xohlasa barlari mana ko'rib turibsizlar. Shinam, ixcham, qulay, qo'l qo'yib ketishga safarlarda xudo xohlasa sizni charchatmaydi. Torpedalari yumshoq plastik hamda koja kombinatsiya qilingan. Stenalarimiz to'liq holda koja, perforatsiyali qizil astrochka hamda oq iplarda tikilgan. Bu yog'imizda mana elektron boshqaruv ko'rib turganlardek, eshik ошибкасini ham yengil tanishtirib o'tsak, alyuminiy ranglarda xudo xohlasa zo'r turibdi. Eshigimizda ham plastik bilan koja aralashgan, yumshoq plastik ishlatilgan eshigiga. Endi oldin o'rtasi bilan yengil tanishtirib o'taylik-da. Mashinamiz 2023-yil 35 000 km yurgan, narxi bo'lishi 20 500 dollar. Haqiqiy mana cherryligini bildirib turadigan emblemasi hamda faralari yaxshi holatda, zavodskoy diskalarda. Diskamizning razmeri bo'lsa, 18 ekan, 225 18 lik diskada. 540 kameralarigacha bor. Xudo xohlasa tepadan ham ko'rsatadi. Safarlarga aytib o'tganimdek, hoji otam, hoji onamlarni solib ketishga juda qulay, orqa keng, juda xudo xohlasa 1.70 bo'yin bo'lsa, yana ancha joy oshib qolyapti. Bu yog'imizda mana stenalar isishiga xudo xohlasa knopkalar bor. Orqa stenalari ham isiydi degani hamda USB portlari bor, deflektorlarigacha chiqqan. Panorama tomda aytib o'tganimizdek, mashinamiz panorama lyuk. Hammamizga xudo xohlasa shunaqangi mashinalar nasib qilsin. Mashinamiz benzin hamda propanda harakatlanadi. Niyat qilganlar xudo xohlasa bundan zo'rlariga yetishinglar. Niyat qilganlar albatta kommentariyada fikrlarni yozib, bizni kuzatmayotgan bo'lsanglar, albatta kuzatib ketinglar. Hammamizga shunaqangi mashinalar nasib qilsin. 2023-yil 35 000 km yurgan turbina motorda. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bo'laveradi.